Uyqu buzilganda organizmda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Birinchidan, miya faoliyati sustlashadi, diqqatni jamlash qiyinlashadi, xotira pasayadi, tez fikrlash, reaksiya sekinlashadi. Ikkinchidan, gormonal tizim buziladi. Uyqu payti bu gormonal tizimni qayta tiklanish, remont payti. Agar uyqu buziladigan bo'lsa, gormonlar ishlab chiqarilishi, ularni to'g'ri taqsimlash, normaga kelishi buziladi. Kortizol boshlandi, stress gormoni, melatonin pasayadi. Hamda o'sish gormoni ishlab chiqarishi buziladi. Yog'larni yoqish, muskullar, qayta tiklanish va yoshlik gormoni. Bular o'z navbatida boshqa gormonlar ishlab chiqarishini buzadi. Leptin, grelin, ochlik va to'qlik gormonlar ishlab chiqarishi buziladi va odam oson semiradi. Hamda miya eng ko'p energiya sarflaydigan organlardan bittasi miya energiya talab qiladi. U chunki kechqurun ham ishlaydi va odam ovqat yeydi. Hamda insulinga rezistentlik rivojlanishi osonlashadi, glyukoza ko'tariladi. Bundan tashqari, 5-dan immunitet pasayadi. Odam tez-tez kasal bo'ladigan bo'ladi, infeksiya tez yuqadi va tuzalish cho'zilib ketadi. 6-dan yurak qon tomir tizimiga yomon ta'sir qiladi. Kechqurun pasayish kerak bo'lgan davleniya, qon bosimi pasaymaydi, u ko'tariladi. Yurak urishi tezlashadi. Hamda qon tomirlari mo'rt bo'lib qoladi, yallig'lanish ko'payadi. Natijada infarkt, insult, gipertoniya ularning xavfi ortadi. Ruhiy holat buziladi. Odam asabiy, jahldor, xavotirda va depressiyada yuradigan bo'lib qoladi. Doimiy uyqu buzilishda organizm biologik soati buziladi. Siz o'rganib qolganman deyishingiz mumkin, lekin organizm o'rganolmaydi. Biologik soat buzish boshqa tizimlarni, hamma organlar ishini buzadi. Shuning uchun siz 11 gacha uxlashingiz va ertalab soat 8 gacha uyg'onishingiz kerak. Kattalar eng kamida 7-8 soat to'liq yaxshi uxlashlari kerak. Bu videoni semirib, uyqusizlikdan aziyat chekayotgan do'stlaringizga yuboring. Keyingi videolarimizda sifatli uyqu sirlari haqida gaplashamiz.